O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, barcha sohalar qatori milliy qadriyatlarimiz ummoni hisoblanmish maqomga ham alohida ahamiyat qaratilmoqda. Ota-bobolarimiz orzu qilgan, ko'nglida armon bo'lib qolgan orzularini biz hur o'lkaning ozod farzandlari bu yutuqlarga erishib kelmoqdamiz. Prezidentimiz tomonidan 2017-yilda chiqargan qarorlarga binoan maqomga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu munosabat bilan joriy yilning 4-mart kuni Mirzo Ulug'bek tumanidagi 14-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida ustoz shogird an'analariga tayangan holda O'zbekiston xalq hofizi professor Beknazar Do'stmurodov tashrif buyurdilar. Bu tashrifdan maqsad umrboqiy asarlarimizni saqlab qolish hamda o'sib kelayotgan yosh avlodlarning ma'naviy saviyasini yuksaltirishdan iboratdir.